Davlat aka. O, Davlat aka. Ha, nima deysan menga? Oling sizga. Abed. Keratga bilan o'rdak go'shi. Ha, bugun bayram bo'layotganda endi. Osh pishirish bilmaysan, xavotir olmang, o'zingizga o'rgatib qo'yaman. Insofsizligimni qaraylik. Butun oshxonadagi hamma plitalarga lovaman-ku. Quyoshni ham kuldirib, qalbga surur to'ldirib, do'stlarni suyuntirib, Ramazon keldi, Ramazon. Muborak bo'lsin Ramazon sizga, muborak bo'lsin Ramazon bizga, bayram bayram o'g'il qizga, Ramazon keldi, Ramazon. Bu osh menga ko'plik qilardi, shuning uchun yotoqxonadagi turkman qardoshlar bilan bo'lishga qaror qildim, iftorlik yig'iladi. Faqat iltimos Hindiston bayrog'ini unutmaydi.